Üzgü tınıqlar. Abdori Asılxan Hasanov. Muqaddime. Hayat qismatlari shundoq ekan. Tug'ilib o'sib, hash-pashtugacha 50-60 yil o'tib ketib, kishi qerib qolganini bilmay qoladi ekan. Amdilardan qayrilib, orqangga baqsang, haqiqatan shuncha yillar o'tib, shuncha izlarni qoldirib, chekanga oqsanchilgan, peshonangga qo'riqlar tushib, bo'vayliq hukmini topshirib olganda, o'tgan kunlarga nazar soladi ekansan. Shuncha yillardan nima qilib o'tdim? Nima maqsadda yashadim? Orzu armonlarim nima edi? deb o'zingga o'zing savol qo'ydi ekansan. Bu hayotingda qancha ishlarda g'alaba qilding va qanchisida mag'lub bo'lding? Hayotlikdagi armonlaringning qanchasiga erishding? Yana qancha yetolmagan armonlaring bor? Hayot musofangni aslab, bu armonlaringni ko'rgan yaxshi yomon qismatlaringni yezib qoldirib, umr xulosasi qilishni o'ylab qoladi ekansan. Mana bu o'y fikrlar turtkisida men xeyli uzundan beri hayotimda uchirgan voqealarni yezib qo'ysam, xotiram albatta Baytoqaydan boshlansa degan shirin xiyolda edim. Hikoyam nima uchun G'uljin oyisining Baytoqay degan yezisidan boshlanadi? Chunki men 18 yosh vaqtimda mustaqil hayotimni boshlagan, jamiyatga tunji qadam bosgan yer, meni xalqimning qo'yniga tunji elib kirgan o'rin ana shu Baytoqay edi. Afsus, armonga tushliq, darmon yo'q degandek, men yo adabiyotchi emas, yoki yozg'uchi. Buning o'tisidan chiqolmayman deb talay yillarni o'tkazib etdim. Ammo ko'nglimda hamon bir armon. Baytoqayda yashagan 11 yil va barda keldi qilib yurib o'tgan 20 asrga yaqin vaqtda men qisman bo'lsa-mu tushungan bu oq ko'ngil, mardona, samimiy, mehribon, sabr qanoatchan, butun vujudi haqiqiy insoniy hislatlarga to'lgan, mehr shafqatlik bu dehqonlar uchun bir xotira qo'limdan kelsa, ular uchun bir obida, bir munar turg'izsam. Necha yüz yillardan beri bu yurtning, bu millatning bundoq go'zal axloq fazilatlari, fidokorliklarini ta bugunga qadar saqlanib kelishiga barliqini atagan bu insonlar uchun bir asar yozsam, xalqimizning shonliq tarixining o'chmas namoyandasi bo'lib, avlodlarning asli zotini bilishi uchun material taraqqisida saqlanib qilinsa deb o'ylayman. Ammo menda bu orzularni amalga oshirg'idak na qobiliyat, na sharoit bo'lsa kashki. Lekin ishonamanki, cho'qim yaqin kelgusida mustaqil hur bir davlat bo'lib, avlodlar mening va menga o'xshash armonda o'tgan 10 minglagan ajdodlarning orzusini amalga oshirg'isidir. Taqdir qismat bizni 1986-yili Avstraliyaga akilib qo'ydi. Bu yoqi yurtlarda g'eriblik musofirchilikda vatanni, millatni, ko'rgan yaxshi yomon ishlarni, samimiy oq ko'ngil dehqonlarni, g'ururliq kadrlarni texmo aslab seg'inadi ekansan va shundoqla razil kuchlarni, aldangan insonlarni, hatto munofiqlarni nafrat ichida aslab o'tadi ekansan. Avstraliyada millatdosh yangi do'stlarimiz bo'ldi. 20 necha yildan bu yerning cheksiz yayloqlarida mashina haydab va dunyo davlatlarining bir muncha mamlakatlariga shu do'stlar bilan sayli sayohatda bo'lganmi bo'ldik. Mana bu jarayonlarda bu tugumas yayloq yo'llarni, aeroplandagi zerikishlik vaqtlarni o'tkazish uchun bu sarguzashtalar takror so'zlanib qoladi. Do'stlarim, hey birodar, bu voqealarni yezib qo'ying. Sizda yaxshi bir tarixiy aslamalar bor ekan,
o'zimizni, xalqimizni, diyorimizni texmi tushunishga foydasi bo'lib qoladi deb menga har doim ilhom berdi. Shunga qalamimning ojizligiga qaramay, jasoratga kelib, bu Baytoqaydan boshlangan aslimamni yezishga tutish qildim. Allohdan madad tilayman.